million pulni 6 oy davomida qanday ishlab chiqarishni ko'rib chiqamiz. Biznes rejamizni hozir sizga qisqacha ko'rsatib o'taman. Birinchi joyimiz bu. Ikkinchi panik. Üçüncü işimiz mesela tavuk bakış için tavukxonamiz salıyoruz. Keyingisi endi qo'y bakış için qo'yxona qurishimizga to'g'ri keladi. Endi qo'yxonadan hisoblasak ko'rib chiqamiz. Keyingisi havuzumuz balık bakış maqsadida. Endi buni davarikni o'rab olamiz. Endi keyingisi sizlarga ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi panikimizda nima yetishtiramiz? Masalan, bu yerda panikimizda buğday yetishtirishimiz mumkin. Sababi bizning tavuklarning yemini maqsadida mut qilishimiz kerakda. Bunda masalan buğdaydan ko'kargan buğdayni tavuklarımıza bersak, hem tuxum doğushi yaxshi bo'ladi, hem günde ko'kargan buğdayni yem xashak hisobida foydalanamiz. Hammasini endi keyingisi bu yerimizda masalan balık bakışımız mumkin. Bu yerda esa bu maydonimizga yo'rincha ekamizdan 2 ta qo'yasak, 2 ta qo'yimizni masalan bakış maqsadida. Endi aytadigan bo'lsak, 2 ta ko'z olsak, 2 ta ko'zimiz herkes 2 milyondan bo'lsa, 4 milyonga ko'z olsak, masalan 6 oy davomida bo'lsak, uli qo'chqar yoki qo'y bo'lishi mumkin. Herkesin 10 milyondan satsak, mesela 20 milyon pul olsa, 20 milyon puldan 4 milyon alıp tashlasak, 16 milyon foyda bo'ladi. Keyingi ikincisi, mesela balıkni aytadigan bo'lsak, balıkımızı mesela 10 kilo balıkni alsak, her biri 100 gramdan kelsa, mesela 6 oydan keyin her bir balıkımız mesela 1 kilo keladi. Uni o'zimiz bakıp ko'rganmiz, ispitaniyada o'tirganmiz. Bu deyanimiz mesela 100 kilo balık bo'lsa, 100 kilo balıkımız 4 milyon pul bo'ladi. Bu deyani bu yerda hozir 4 milyon pul ishlash mumkin. Endi masalan ikkisini qo'shadigan bo'lsak, bundan 16 milyon bo'lsa, bundan 4 milyon bo'lsa, ikkisi 20 milyon pul bo'ladi. Keyingisi endi masalan panikda yetishtirsak, masalan tuxumini, masalan tavukni tuxumini yeyish mumkin, ertangi bir gün go'shtini sotish mumkin. Masalan 6 oyda tavukimiz her biri 1 kilodan kelganda 1,5 kilodan kelishi mumkin. Shunda her birini 100 ming so'mdan satsak, 100 ta tavukimiz u ham 10 milyon pul bo'ladi. Endi hisoblagan bo'lsak, masalan hammasini qo'shadigan bo'lsak, bu yerdan olgan daromadimiz mesela 10 milyon bo'ladi. Balıktan 4 milyon, qo'ydan 16 milyon. Hammasini qo'shsak 6 oy davomida 30 milyon pul bo'ldi. Endi buni aytchagim 6 oy davomida olgan kreditimizni to'lagandan 33 milyonlikni mesela arada 3 milyon pulli kreditimiz qoladi. 6 oydan keyin siz kreditingizni mesela bizlar shunday berib turibdi hozir 6 oyda imtiyoz davri bo'ladi kreditni. O'sha olgan kreditimizni 6 oydan keyin ilishimiz mumkin deyani. Hozirgi kunda shu narsalarni hammasini Xudo xolasa kelajak maktabida ishi bo'yicha yo'lga qo'yilayotir. Sizlarga hammasini o'rgatib boramiz. Kelgusida nishatib uy sharoitida 30
million pul işlashini ko'rib chiqdik. Har kim o'zi biznes qilib aylantirishi mumkin. Bolajonlar. Xudo xolasa kelgusi darsida sizlar bilan ko'rib chiqamiz endi. Qanday qilib parnikni yasashni ko'ramiz. U parnikdan yasashda masalan oddiy yelim turbani olamizda, masalan ichiga simotni chega bilan aralashtirib yuborsak, bu nima bo'ladi? Olmaoturdek bo'lib qotib qoladi. Bu deyamiz bizning parnikimiz kelgusida yaxshi bo'lib mukammal bo'lib turishiga sababchi bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kelgusi darsda ko'rishguncha xayr.